tabiatga yetkazilgan zarar summasi nima deb o'ylaysizlar? Zarar summasini qanchaligini? 25 milliard 448 million so'm tashkil etdi deyapti. Hazillashyapsizlarmi sizlar? 25 milliard 448 million zarar yetkazibsizlar sizlar. Mana tadbirkor deya turgan tadbirkor niqobidagi shaxs aslida fermer xo'jaligi bo'lib chiqyapti. Fermer xo'jaligini vakolatiga nimalar kiradi? Shag'allarni kovlab turib tashib ketish kiradimi? Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar, ekologiya vazirligining mutaxassislari kelib, shaxsan o'zlari obmer o'lchovlarini qilib zarar chiqarishgan. 25 milliard zarar chiqyapti. 25 milliard zarar, 25 milliardda 25 milliard agar men topganimda o'shaqa joylardan butun bir Satkek aholisini, Satkek hududini deganim, Satkek hududini gullatib yuborib, yashnatib yuborgan bo'lardim. 25 milliardda 25 milliard zarar chiqyapti hozir. O'sha kovlangan hudud bo'yicha Farg'ona viloyati Satkek tumanidan bizga murojaat kelib tushgan. Murojaatni o'rganish uchun biz ijodiy jamoamiz bilan Satkekka yo'l olganmiz. Satkekka yetib borgan paytimiz haqiqatdan moshinalar jadal ishlash jarayoniga biz yetib bordik. Kovlashlar, boshqalar avjidaligini ko'rib. Hoppa. Yavuz ko'rinadi. Kovlash ishlari olib ketilayotganiga shaxsan guvoh bo'lganmiz. Eng qizig'i, shundan so'ng biz o'sha joyda kim tadbirkor bag'da, kim batta kattasi deb so'ragan paytimiz men ish boshqaruvchiman deb bitta inson yetib keldi. Vositalaridan ommaviy axborot bizga murojaat keldi. Ya'ni karyerbas joyda shag'al olishyapti deyilyapti. Kim bu nimani berdi sizlarga vakolatdagi karyer ruxsat olingan? Kimdan ruxsat olingan? Hokimiyatdan. Qaysi hokimiyatda? Tumandanmi? Tumandan. Vakolatni kim berdi? Shag'al kovlab olishga, karyerbas hududda degan paytimizda bizga Farg'ona tuman hokimligi tomonidan ruxsat berilgan degan vajlarni bizga yetkazildi. Tabiiyki, hokimlik ruxsat bergan bo'lsa, hokimni ham, Farg'ona tuman hokimini ham albatta xabari bor degan maqsadda biz hokimga telefon qildik, Farg'ona tuman hokimiga. Hamidullo Ma'rifatbekman. Rahmat, ishlab bo'lyaptimi, tuzimizlar? Yaxshi. Hamidullo, bir murojaat bo'ladi. Mana Satkek MFYdan belgilanmagan joydan shag'al toshilyapti degan. Biz hozir kelib bu yerda syomka qildik. Nima dedingiz? Hokim ruxsat bergani uchun bu yerda buzyapmiz deyilyapti. Shu qadimiy joy deyildi. Xabaringiz bormi bundan? Yo'q. Boshqa hokim bo'lsa kerak. Menga ruxsat bermaganlar. Farg'ona tumani hokimiyatidan ruxsat olganmiz. Hokimiyat ruxsat bergan deyshti. Hokimiyat degan bo'lsa kerak. Hokim demagan bo'lsa, chunki ruxsat berganida. Siz ruxsat berdingizmi yoki hokimlik ruxsat berdimi degan paytimiz, men hech kimga ruxsat bermaganman degan vajlarni bizga yetkazdi. Ichki ishlar xodimlarini ham chaqirganmiz. Ichki ishlar bizni tinchligimizni ta'minlab bergan, gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlarga mashg'ulot esan, hurmatli do'stlar. Mana bugun bizning ijodiy jamoamizga Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Satkek MFYsidan bir necha aholidan murojaat kelib tushgan. Jurnalistik surishtiruv jarayonini olib borish uchun biz 102 qisqa raqamiga aloqaga chiqqanmiz. Ya'ni ichki ishlar xodimlarini bizga ta'minlab berishini hamda tinchligimizni qo'riqlab berishini so'raganmiz. Mana ichki ishlar xodimi, profilaktika nozirlari o'z vaqtida yetib kelib, tinchligimizni ta'minlab berdi. Bu masala bo'yicha Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarma boshlig'i Azbek aka Ikromovga alohida rahmat aytamiz. Ichki ishlar ham tirik guvohi bo'lgan o'sha yerdagi holat yuzasidan qanday jinoyat alomati bor joyda endi men jinoyatni yashirishim kerakmi? Rahbariyatga yetkazdik. Manaqa holat bo'layapti ekan. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar, huquqiy baho berib qo'yinglar. Bu tadbirkorni u joyda ish faoliyat olib borishga haqqi bormi, yo'qmi degan maqsadda murojaatni e'lon qildik tarmoqlarga. E'lon qilganimizdan keyin Farg'ona tuman hokimligi tomonidan zudlik bilan ertasi kuni yetib boribdi o'sha joyga. Yetib borib turib, tadbirkorga ogohlantirish berilibdi. To'g'ri, uncha
hozirgidaqa u joylar kovlanmagan edi. Ha, mana bu 5-10 kundan beri. Hozir butun o'sha joydagi qir-adirliq o'sha kovlanishni boshlagandan oxirigacha, pashti oxirigacha nima qilingan? Kovlanib turib, umuman payxon qilib tashalgan desa ham xato bo'lmaydi. Farg'ona tuman Satki azizda qir-adirlarni mana shunaqangi bitta vallona bor ekan shekilli, bilmadim. Yo tayi kuchli ekan, yo o'zi kuchli ekan. Satki filmda qirlarni mana shunaqangi holatda Rasmiy munosabatda tadbirkor haqiqatdan qumshag'allarni olayotganligi aniqlandi, lekin tadbirkorga ogohlantirish berildi. Bu degani atata, bunaqa ish noto'g'ri, u ishni qilmagin degan maqsadda ogohlantirish berilgan deb tushundik biz. Mayli, tadbirkorlikni boshlabdi, lekin haligi adashgandir, jaligi nima qilib yormaylik, mayli aybini tushungandir degan maqsadda nima qildik biz? Tek qo'ydik. Qani nima qilar ekan dalishi deb. Keyin shundan so'ng oradan 5 oy, 6 oy o'tgandan keyin murojaatchilar murojaat qilyapti. O'sha yerdagi aholidan vakillar murojaat qilyapti bizga. Ya'ni o'sha joyda sizlar bordilaring, borganlaringdan keyin hamma joyda kovlab tashadi o'sha tadbirkor deb turib murojaat qilyapti. Biz boryapmiz yana. Borsak haqiqatdan o'sha 3dan 1 kovlangan joy edi. Hamma joy kovlanib tashatdi. geologiya qatga qarayapsizlar. Muhofaza zonalari o'lib ketibdi. Ularda ishi yo'q. Ayrim shaxslarga aytmoqchiman. Ayrim shaxslarga xalqning nomidan gapirish kimga qo'yilgan? Xalqning nomidan gapiray. Men ommaviy, rasmiy ommaviy axborot vositalari vakiliman men. Men xalqning nomidan gapirmayman. Menga murojaat qilyapti. Men o'sha murojaatchini murojaatiga asosan borib o'rganyapman. Menda asos faktlarim bor. Murojaatning asosiga. Men xalqning nomidan gapirish kimga berilganini juda yaxshi bilaman. Chunki men xalqning nomidan gapirmaganman-da. Shu bizga murojaat qilgan xalqning bir izuminkasi hisoblanadi. Bilmasang bilib olgin. Keyin hali joyda biz videoni e'lon qilganimizda bu masalaga huquqiy baho beringlar. Ko'plab tashlanibdi, hamma yo'q. Bu axir qonun bor, qonun ustuvor O'zbekistonda, jazo muqarrar. O'zbekiston Respublikasi atrof muhitni muhofaza qilish vazirligiga, ekologiya vazirligiga murojaat qoldirdik. Nima? Bor-ku adirliq, ko'vlanib turib o'sha aqachor ketibdi. Lekin bu darajada basitda o'tkazib kelganmiz 3-4 oy oldin kelganimizda. Qachon nazorat bo'ladi? Qachon? Fuqarolar norozi bo'lyapti. Shu Satki aholidagi fuqarolar norozi bo'lyapti. Videolar tashlashyapti bizga. Bo'lib turib. Nazoratga olib qo'yinglar, hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar. Ushbu holatni Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitbayevga iltimos qilamiz. Nazoratga olishini so'rab qolamiz. Farg'ona viloyati prokurori Baxtiyor aka Ismoilovga ham iltimos qilamiz. Nazoratga olib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Mana Tohkon geologiya inspeksiyasiga murojaat qilganmiz. Xullas, butun bir tashkilotlarga murojaat qoldirganmiz. Murojaatni o'rganib berishingizni so'rayman. Bu qanday bu shuncha zarar shunday qolib ketaveradi degan maqsadda o'rganib beringlar. Bu zarar yetkazdimi yo'q, buni haqiqatan vakolati bormi? O'sha nimalarga aytmoqchiman? O'zidan ijtimoiy faol deb yasab olganlarga aytmoqchiman. Sen o'sha dallotnoming bilan boshqa joyga ishlatasan o'sha dallotnomingni. Esingdan chiqarmagin og'ayni. O'sha dallotnoma bilan mahallaning spravkasi bilan o'sha qir-adirliqlarni vakolat berilmagan. Kim ruxsat bergan taqdirda ham o'sha dallotnoma qo'l qo'ygan taqdirda ham u joylarni kovlashga vakolat bermagan. Tadbirkoringga aytib qo'ymabsan-da, karyer hududlarni kovlashga yoki qir-adirliqlardan noruda shag'al qum olish uchun Tohkon geologiya inspeksiyasini litsenziyasi kerak bo'ladi. Litsenziyasini olgan taqdirda ham o'sha firma hududda kovlash ishlarini olib borish uchun g'oliblik bayonnomasi qo'lda bo'lishi kerak. Ya'ni auksiondan yutib olgan holatda kovlashi mumkin. Tadbirkoringga aytib qo'ygan. Shundan keyin biz vazirlikka ham yozma ham murojaat qilyapmiz, ham o'sha ijtimoiy tarmoq orqali murojaat qilyapmiz. Murojaat qilib bo'lganimizdan keyin biz kutyapmiz. Hatto syomkalarni qilyapti. Nomi ali ijtimoiy tarmoqda chiqib olgan ayrim o'zidan bir bolalar, menga qaragin. Men senga xarib basman, esingdan chiqarmagin. Men
Sanga xarib basman. Sizlarga ayrimlarga, ayrim odamlarga aytmoqchiman, xarib basmanman. Ertaga yeb qo'yadigan masalani ko'tarishga-da bu ijtimoiy tarmoq deyiladi. Har bitta qadamimga javob berishni men juda yaxshi bilaman. Mana qo'limda hozirgi paytda o'sha tadbirkorlarga aytmoqchiman. Qo'limda o'sha asos turibdi, ma'lumotnoma turibdi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarish vazirligiga Farg'ona viloyat boshqarmasidan mana javob xati. Qisqacha men sizlarga o'sha javob xatini o'qib beraman. Sizning 2025-yil 12-aprel kungi O'zbekiston Respublikasi Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarish vazirligining ishonch raqamiga yo'llagan 32 sonli murojaatingiz boshqarma xodimlari tomonidan o'rganib chiqildi. Murojaatingizda Farg'ona viloyati tadbirkorlar tomonidan noqonuniy qum shag'al aralashmasi qazib olinayotganligi holati bo'yicha tegishli chora ko'rishligi bayon etilgan. O'rganish davomida Farg'ona tuman Satkak MFI hududida tegishli ruxsatnomalarsiz qum shag'al aralashmasini fermer xo'jaligi tomonidan qazib olinganligi holati aniqlandi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi xodimlari o'rganish olib borib, qazib olingan qum shag'al aralashmasi miqdori aniqlandi deyapti va tabiatga yetkazilgan zarar summasi nima deb o'ylaysizlar? Zarar summasini qanchaligini? 25 milliard 448 million so'm tashkil etdi deyapti. Hazillashyapsizlarmi sizlar? 25 milliard 448 million zarar yetkazibsizlar sizlar. Mana chiqarib beryapti, qo'limda asos turibdi. 25 milliard 448 million zarar yetkazildi deb turib ma'lumot qo'limga beryapti. Tabiatga zarar yetkazilganligi holati bo'yicha menga javob xati kelyapti hozir. Prokuraturaga berdik deyapti. Prokuratura huquqiy baholarini beradi deyapti. Xudo xolasa buni ham kuzatamiz. Endi bu holat bo'yicha barham jinoyat qo'zg'atiladi deb tushunaman men. Sababi 25 milliard. Bu o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kirsa kerak. Meni fikrim. O'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kiradi. Endi sizlar video chiqaryapsizlar. Men bitta narsani tushunmadim. O'shanga iloji bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasan degan umiddaman. Sizlar o'sha videolaring bilan jinoyatni yashirmoqchi bo'ldilaringmi yo jinoyatni oshmoqchi bo'ldilaringmi? Men bitta narsani tushunmadim-da. 25 milliard 448 million so'mni tashkil etadi deyapti. Zarar. Bu tabiatga yetkazilgan zarar summasi shuncha chiqyapti. Endi savol kelib chiqyapti-da bu yerda. Blogerlarga misol menga qorong'i qancha bergansizlar, nima qilgansizlar? Menga qorong'i mo'j bepulga kelishgandir. Lekin pullaringni yuristlarga va advokatlarga sarf qilganlaring ma'qul. Qancha chiqarsalaring ham, nima qilsalaring ham befoyda tarmoqqa. Sababi maytda asos turibdi qo'limda. Hurmatli nimalar? Tadbirkorlar. Tadbirkor prezidentimiz qo'llab-quvvatlayapti tadbirkorni. O'sha Elyor gapirgandek. Mana prezidentimiz tadbirkorlar qo'llayib turgan paytda deyapti, bu aynan Farg'ona tuman hokimligi tadbirkorni o'qqa itaryapti deyapti. Sen qayerdan bilyapsan o'qqa itarib turganini? Yo kovla deb aytibdimi hokim unga? Kovla bemalol ochib tashaver dedimi? Yana bir marta qaytaraman senga. O'sha tadbirkoringga tushuntirib qo'ygan. Aynan unaqa joylarda qum shag'al, noruda kovlash uchun To'xkon geologiya inspeksiyasini tegishli ruxsatnomasi, ya'ni litsenziyasi bo'lish kerak. O'sha firmani litsenziyasi bo'lgan taqdirda ham auksion g'olibi bo'lish kerak. G'oliblik bayonnomasi qo'lida bo'lish kerak. Shu bunaqa joylarni kovlash uchun.